Shokir aka, Ha? mana 100 ming pul. Mhm. Mana shu pulni qanday ko'paytirsam bo'ladi? Bu oson-ku. Aha. Ha buni bir 100 mingni 700 ming va undan ham ko'p pul qilsa bo'ladi. Qanday qilib? Ha bu muxlislarga ham qiziq bo'lsa kerak a. Videoni oxirigacha ko'ramiz. Qani ketdik. Biz Jizzax viloyati Uchariqmida Chariq mahallasi. Uchariq mahallasiga kelganmiz. Ozoda opamiz juda ham bemor bo'lgan, haqiqiy haqdor ekan. Mana dorilarga ham pul topolmayapmiz. Seryoz pechin deyladimi sizni kasalligingiz? Bu Ozoda opamizda jigar ko'chirmasi bo'lishi kerak ekan. Donor ham topilibdi, lekin operatsiyasiga 30 ming, 35 ming dollargacha pul ketadi deganiga hozir bular ham qo'rquvda, ham nimada. Shuning uchun biz befarq bo'lmasdan mana shu videoga tezroq tarqatishga va tezroq bu kartaga pul yig'ishga harakat qilishimiz kerak. Iltimos befarq bo'lmanglar. Bu onaxonda 3 ta farzandi bo'lgan. Katta farzandlari bu kishini davolatish uchun Rossiya Federatsiyasiga ketib, olamdan o'tib qolgan ekan. Ikkinchi qiz farzandlari erga tegib ketgan, kenja farzandlari hozir Turkiyada ekan, ishlagani ketgan, imkoniyati yo'q. Erlari bularga qarab turmasa ishlay olmaydi. Juda ham og'ir holatga kelib qolgan ekan. Vaqtimiz juda oz qolgan ekan. Kecha yaqinda borib kelgan klinikasi ham aytgan ekanki, shu mart oyida уже operatsiyaga kelinglar, chunki qo'llarigacha yorilib ketgan ekan. Hozirda уже qo'llar ham ta'sir qilmay qolyapti. Mana dorilar bilan ozgina hojatga chiqish, uyat bo'lsa ham hojatga chiqish qiyin bo'lib qolyapti. Tezroq, skoriy yordam qilishimiz kerak ekan. Tez orada pul yig'masak bo'lmas ekan. Hech bo'lmasa mana shu videoni tarqatib bo'lsa ham savobga ega bo'lib qolinglar. Lekin iltimos qilamanki, mana shu familiyalarni ismlari chiqmaguncha kartaga pul tashlamanglar. Mashinalar ham bizning gapimizni olib turib ham boshqa kartasini qo'yib ham pul tushiryapti, lekin haqiqiy haqdorga yetib kelishligi uchun telefon raqamlari, karta nomerlarini qo'yamiz. Iltimos bu videoga befarq bo'lmanglar, zero olganimiz emas, berganimiz o'zimizniki. Alloh rozi bo'lsin, hammalaringizdan sog' bo'linglar.